Sizlarga kosmos lyustralarimizni obzorini qilib beraman. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Usta Arslonbek. Sizlarga har xil razmerdagi kosmos lyustralarimizni ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek, kichkina razmerdan mana shunaqangi bahaybatigacha bizda mavjud, o'zimiz ishlab chiqarib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab tarqatib beramiz. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham chegaragacha bo'lgan manzillarga yetkazib berish xizmatimiz bor. Dastavkasi kelishilgan holda men sizlarga birma-bir bo'lib kosmos lyustralarimizni narxlari bilan qo'yiladigan joylariga tavsiya bilan bularimizni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu razmeri 120 sm ga 120 sm bo'ladi. Mana shu razmerda. Atrofida 4 ta yoritish uchun chirog'i bor. Ko'rib turibsiz, juda ham go'zal holatda. O'rtasida esa rangli holatda bo'lib yonadi. 7 xil, 8 xil holatda yonadi. O'z xohlagan rangingizga qo'yib, mo'ljallab pult orqali boshqarib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bularimizni narxi $120 dan chiqarib beramiz. 130-140 dollardan sotganmiz sizlar uchun 120 dollarga bularimizni tushirib qo'ydik. Undan keyingi razmerimizda esa 150 santimetrliklari bor. Mana shu 150 santimetrliklari. Atrofida 8 ta plafoni bo'ladi, o'rtasida ham bitta plafoni bo'ladi. U ham yoritish uchun bo'ladi. Qo'shimcha milliy gulda tagida esa rangli holatda bo'lib yonadi. Bunda ham juda ham o'z dizayniga ega, juda ham go'zal holatda bo'lib chiqadi. Rangi oqiga, qorasiga, xohlagan rangingizga bizga zakaz beradigan bo'lsangiz, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bularimizning narxi $150 dan chiqarib beriladi inshaalloh. Butun O'zbekiston bo'ylab aytganimdek, xudo xohlasa yetkazib beramiz. Tayyorlari ko'rib turibsiz. Har xil razmerlardan sizlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Xo'p, bularimizni asosan o'rtacha 2,5 metrdan boshlab turib 2,5 metrli patologiyalarga qo'yadigan bo'lsangiz, atrofidan chekkalardan jog' olib, juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Xo'p, undan keyingi razmerda esa 180 santimetrligimiz bor. Xo'p, bu tomonda 180 santimetrligimizni yaqinroqdan ko'rsatib beraman. 180 santimetrligimizda ham atrofida 8 ta plafoni bo'ladi. O'rtalari mana shunaqangi gulligi. Masshtabiga olganda kattaroq holatda, mana shu 150 santimetrimizdan ko'ra kattaroq razmerdagisi. Undan keyingi razmerda esa 2 metrligi. Xo'p, bularimizni ham asosan 3,5 metrli, 3 metrdan yuqori bo'lgan patologiyalarga qo'yiladigan bo'lsa, 3 metrdan atrofda yana joylari qolib, chiroyli holatda ko'rinadi. Buni yonidan ko'rsangiz 180 cm bahaybat yo'ningani bilan patologingizga chiqqandan keyin o'z chekkalarida mana shu joylardan joylar qolib, 3,5 metrli, 3 metrli joylarga chiroyli tushadi. Bunisi esa 4 metrli joylarga boshlang'ich razmeri 3,5 metr, 4 metrdan boshlang'ich razmerlarga qo'ysangiz, undan yuqorisiga go'zal tushaveradi. Xo'p, undan keyingi razmerliklarimiz bor. Bu yerda joying dorozaxonangiz deylik, dorozaxonangiz uzunroq bo'ladigan bo'lsa, eniga deylik 3 metrga, bu yoqqa 5 metrli joyingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shunimiz tavsiya qilinadi. Xo'p, buni razmeri 125 cm ga 2 metr bo'ladi. Ko'rib turibsiz, juda ham go'zal holatda. Xo'p, bunda qo'shimcha o'rtasida plafoni bor, uni hali qo'yib ulgurmadik. Sizlar uchun ko'rsatib berish uchun vibrlarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Shular qatorida buni ham olib chiqib ko'rsatib beriladi. Bunimizning narxi ham $160 dan chiqarib beriladi. 180 santimetrlikni ham $160 chiqarib beramiz. Bunisini esa $170 dan chiqadi. Bizning kanalimizdan chiqadi. Fayzi Tunikafon kanal obunachisiman deydigan bo'lsangiz, sizga $160 dan chiqarib beriladi. Inshaalloh bizning kanalimizda aytadigan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib, biz kanalda aytadigan bo'lsanglar, inshaalloh sizlarga bonuslar chiqarib beramiz. Sizlar uchun bu yerda bahaybat ko'rinishdagilar ham bor. 2,5 metrlik ko'rib turibsiz, juda ham katta 2,5 metrligimiz ham bor. Bu yerda 135 santimetrligimizni mana shunaqangi tilla fotonligimizdan ham bor. Buni orqa foni shikolat holatda, bunisida esa xuddi shuni 180 santimetrligini orqa foni maloshniy holatida, juda ham go'zal holatda. Xo'p, bunimiz narxiga qaytadigan bo'lsak, bu 2,5 metrligimizni ko'rib turibsizlar, juda ham baland joyimizga o'rtacha 5 metrdan boshlangan patologiyalarga qo'yiladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lib, juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxi $250 chiqarib beramiz. Undan ham kattasi bor, eng kattasi bor. Bunisining narxi esa
Buni eng katta joyi 3 metrga 3 metr bo'ladi. Buni narxini 300 dollar chiqarib beramiz. Faqatgina radiusimizdan 30 kilometrgacha bo'lgan joylariga dastavka qilib bera olamiz. Xolos, buni vohalar tomonga chiqarib bera olmaymiz, chunki mashinalar mana shunaqangi hozir mana shu mashinamizga ham yuklab jo'natib yuboramiz. Bu mashinalarga faqat 2,5 metrgacha bo'lgan razmerdagisini jo'natib beriladi. Bundan katta mashinalar hali topmadik. Inshaalloh topib olsak, topib ilojini qiladigan bo'lsak, inshaalloh sizlarga buni ham jo'natib berishlikni harakatini qilamiz. Hozircha butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz eng maksimal kattaligi 2,5 metrgacha mavjud. Qolganlari esa bemalol jo'natib, Qirg'iziston, Tojikiston hamma davlatga inshaalloh mana shu Esenga davlatiga chiroyli qilib jo'natib bersak bo'ladi. Qirg'izistonlarga kargo orqali jo'natib berilyapti. Qorasuvga olib borib berishadi. Qorasuvdan olsangiz bo'ladi. Bularimiz yangilik. Inshaalloh bularimizni narxini ham go'zal holatda sizlarga chiqarib, kanalimizga joylaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa sizlarga mana shunaqangi go'zal holatdagi ishlarimizni joylab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Usta Arslonbek.